Tohir Zuhro xiyoboni. Tohir Zuhro xiyoboniga keldik. Ziyorat ketamiz xudo xohlasa. Tohir Zuhro sevishganlar xiyoboni O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbuslari bilan bunyod etilgan. Mana o'sha sandiq o'rtoqlar, daryoga Tohirni sandiqqa solib tashlagan mana o'sha sandiq. Mana o'sha sandiq mana. Meni tasavvur qilinglar, bu daryoda, shu daryoning ichida mana shu sandiq turibdi, mana sandiq. Shu sandiq mana o'rtoqlar. Shu katta sandiqqa Tohirni solib suvga tashlaganlari mana shu sandiq turibdi mana. Sandiq ise mana bular qaranglar. Bular o'sha davrdagi mana karvon, mana piyolar bilan kelgan mana o'sha paytdagi o'sha qadimiy o'sha shakldagi hammalarni hayotlagilarni shaklini berib ketishgan mana. Ko'rdinglarmi? Buni surimiz mana Tohir Zuhro ziyorat qilamiz mana ikkomiz.